Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, Alloh taolo hammalarimizni muborak Ramazon oyida qilayotgan ibodatlarimizni qabul aylasin. Allohga shukr azizlar. Ramazon oyi juda ham chiroyli o'tyapti. Ilohim oxirigacha mana shunday farah bilan o'tishlikni nasib qilsin. Xatmlar, tarovihlar bo'lyapti. Xonadonlarimizda duolar, tasbihlar davom etyapti. Barchalarimizni bir-birlarimizga haqqimizga qilayotgan duolarimizni Alloh mustajob qilsin. Yurtimizni tinch, barakotli aylasin. Siz azizlar bilan Ramazon oyi bu oilalarni mustahkam qilishlikka imkoniyat ekanligi haqida gapirib, oilani muqaddasligi to'g'risidagi turkum suhbatlarni boshlab, avvalgi suhbatda ona haqida suhbatlashdik. Shu o'rinda bitta uzr aytib qo'ymoqchiman. Onalargaki, muhtarama onaxonlar, sizlar haqingizda juda ham qisqa gapirdik. Sizdek tabarruk onalarni vasf qilishlikka juda ham ozda. Biz qisqagina gapirganimizdan muhtarama onalardan uzr so'rayman. Vaqtimizni e'tiboridan hozir odamlar uzun so'zlarni ham eshitmay qo'ydi. Ko'p yozilgan narsalarni ham o'qimay qo'ydik. Bu bizning kamchiligimiz azizlar. Bugun esa sizlar bilan oilani suyanchig'i bo'lgan, oilani ustuni bo'lgan, ham moddiy, ham ruhiy, ham ma'naviy tarbiyachisi bo'lgan ota haqida gaplashamiz. Ota azizlar juda ham ulug' zot. Ota haqida juda ham ko'p yozilmaydi. Asosan ko'proq she'rlar, baytlar, asarlar onalarga bag'ishlanadi. Faqat onani mana shu zaifa bo'lganligi, bolani dunyoga keltirishda bir o'limni bo'yniga olib dunyoga keltirgani, uni katta qilishdagi mashaqqatlari, tundagi bedorliklari va barchasini hisobga olib onani muqaddam qo'ydilar payg'ambarimiz alayhisalom. Lekin ota ham juda ulug' zot. O'zimcha bir o'ylanib qoldim. Ota haqida ham bir xos bir gaplar bormikin dinimizda, shariatimizda deb o'ylandim azizlar. Ehtimol buni yoshlikda bunchalik darajada ahamiyat bermagan bo'lishimiz mumkin, lekin o'zingiz katta bo'lib, ota bo'lib, bobo bo'lganingizda, o'zingizni otangizni sog'inganingizda, marhum otamni sog'indim deganda, ota qadri haqida inson o'ylana boshlar ekanda. Mana shu sabab men kutubxonamni bir qancha kitoblarni qarab chiqdim. Ota haqidagi yaxshi narsalar izlashlikka harakat qildim. Bugun sizlar bilan suhbatlashmoqlik uchun ham va bundan avval ham men mana shuni ko'p harakat qilgan edim. Bilasizmi, ota haqida juda ham bir ajib hadis topdim. Bu Imom Termiziyning Sunan asarida 1900-hadisni ko'rdim. Bu yerda shunday aytilyaptiki, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamdan u zot aytayaptilarki, ota jannatning o'rta darvozasidir. Xohlasang uni ochib ol, xohlasang undan foydalan, xohlasang uni zoyi qil deyaptilar. Otalarni azizlar jannatni o'rta darvozasiga o'xshatdi. Xohlasang uni muhofaza qil, xohlasang zoyi qil deyaptilar. Alloh saqlasin, ilohim bu jannat darvozasini ochib kirib olishda nasib qilsin azizlar. Bugun bizni eshitib turgan siz aziz otalar, otalik vazifasini bajarishligi barcha mashaqqatlaringizga mana shu hadis sizga sovg'a bo'lsin aziz otajonlar. Ota bo'lish oson emas. Aziz farzandlar, ona mehribon zot. Ona sizni ko'rganda bag'riga bosadigan zot. Peshoningizdan o'padi, katta kishi bo'lganingizda ham sizni go'daklarcha erkalatadi. Lekin ota bo'lganligi uchun, oilani rahbari bo'lganligi uchunmi, erkakligi uchunmi ehtimol juda unaqa farzandlarimizni quchoqlab peshonasidan o'pib erkalatmasligimiz mumkin. Lekin ishoning, aziz farzandlar, otalar farzand uchun jonini berishlikka tayyor. Ota farzand uchun jonini berishlikka tayyor. Lekin odatda otalar farzandlariga ko'p narsani bildirmaydi. Ba'zan onamizni xafa bo'lib qolganini sezib qolishimiz mumkin. Onam nimadandir xafa bo'libdi deymiz. Juda ham diqqat bo'lib ketsalar, o'zini noroziligini izhor qiladi, yig'lab bo'lsa ham, shikoyat qilmasa-da. Lekin ota hech narsani bildirmaydi. Bu yoki otangiz, kechirasiz-u, temirdan bo'lgan deb o'ylaysiz. Aziz farzandlar, o'g'il-qizlar, otangiz temirdan bo'lmagan. Otangiz ham bir inson. Faqat u gardaniga sizni mas'uliyatingizni ko'tarib yuradi. Hech qaysi ota uyga dardini aytib kelmaydi. Agar ota sizga dardini aytsa, buni ko'tara olmaysiz.
ota ertalab chiqib ketayotganda bolam chaqamni rizqini topaman deb chiqib ketib, oilasini himoyasi, oilasini sha'ni, farzandlari uchun o'zini umrini fido qilarkan, bu yo'ldagi mashaqqatini, bu yo'ldagi mushkulini hech qachon kelib farzandga aytmaydi. Uyga kelayotganda ishxonasidagi, ko'chadagi barcha muammolarini tashlab, uyiga tabassum bilan kirib boradi. Hech narsani bildirmaydi. Ota mana shunday zot ekan. Masjidda ishlayotganimda bir mo'ysafid ota gapirib qoldilar. Urush vaqti otam yarador bo'lib oyog'idan ayrilib keldilar. Bir necha jonimiz uyda, yegulik hech narsa yo'q. Onam nima bo'lsa shuni pishirib beradilar. Ocharchilik juda ham kuchaygan urush mahal. Otam bir oyoqlari yo'q bo'lsa-da, hassalarini olib ertalabda bizni boqqani chiqib ketadilar. Poyezd vokzallariga borib yuk tushiradimi, nima qilsa qiladilar, topib keladilar bir yegulik. Onam juda bezotalar deydi. Biz 4-5 ta aka-ukamiz deydilar. Bir kuni uyimizda hech narsa qolmabdi deydi. Otam ko'chaga chiqib ketganlar tirikchilikka. Onam deydi bizni oldimizga kirib, joylarimizni to'shab yotqizdi-da, bolalarim uxlanglar. Mabodo otangiz kelib, bolalar qorningiz to'qmi desa, ha to'q deb javob beringlar deb bizga tayinladi. Och demanglar. Otangiz hozir topib keladimi yoki yo'qmi bilmaymiz. Diqqat bo'lib qolmasinlar deb aytdi deydi onasi. Biz aka-ukalar qornimiz och bo'lishiga qaramasdan o'ranib yotibmiz. Sovuq kun deydi. Otam hassalarini ushlab, cho'loq oyoqlariga qilingan yasama yog'och oyoqlarini g'irchillatib kirib keldi deydi. Gapirmasdan uzoq o'tirdilar deydi-da, onamga qarab, bolalar uxlashdimi dedi. Ha, uxlab qoldi dedi onam. Qorni to'qmi dedi. Ha, to'q. Shunda man dedi, o'yg'oqman dedi, hikoya qilayotgan otaxon. Menga qarab, qorning to'qmi bolam dedi. Ha, to'q dada deb javob berdim deydi. Nima yeding dedi otam deydi. Men hech narsa deb javob berdim deydi. Shunda otamni yig'lab yuborganini ko'rdim deydi. Qornim to'q-u, hech narsa yemasdan to'q degan bolasini eshitgan ota yig'lab yubordi-da, o'rnidan turib ko'chaga chiqib ketdi. Bilmayman deydi, qancha yurdi, bir uxlab tursak, uyimizdan shirin nonni hidi kelayotganda uyg'ondik deydi. Tursak, zog'ora non olib kelgan ekan otam deydi o'sha odam. Keyin yoshim katta bo'ldi, boy bo'ldim, badavlat bo'ldim, hozir bobo bo'ldim, qancha nabiralarim bor, uy hovlilarim bor, qancha imkoniyatlarim bor. Lekin men deydi, dunyoda hamma lazzatli taomini o'sha otam topib kelgan zog'ora nonga almashtirmayman deydi. Ha azizlar, ota shunday zot. Ota sizga bildirmaydi. Lekin otangizni siz g'animat biling. Bejizga payg'ambarimiz alayhissalom aytmagan ekanlarda azizlar. Yana Termiziyda kelgan hadisni aytay sizlarga. Ridallohi fi ridal valid va saxatullohi fi saxatul valid degan ekanlar. Ya'ni Allohning roziligi otaning roziligidadir. Allohning g'azabi otaning g'azabidadir. Otangizni g'azablantirmang. Otangizni hurmatini joyiga qo'ying. Ularni g'animat biling. Siz uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan bu otangizni keksayganda mehringizga zor qilib qo'ymang. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Thalathu da'watin mustajabatun la shakka fihinna da'watul valid va da'watul musafir va da'watul mazlum" dedilar. 3 ta duo borki, ular shubhasiz qabul bo'ladi. Bu ota-onani farzandiga qilgan duosi, musofirni duosi, mazlumni duosi. Shuning uchun otangizni, onangizni albatta duolari siz uchun juda ham e'tiborli. Hatto ular o'tib ketgandan keyin ham ularning nomidan yaxshiliklarni qilishda davom etish kerak. Ammo olamdan o'tmasdan turib g'animat bilishlikni avvalga qo'yish kerak. O'tib ketgandan keyin ular uchun butun xalqni chaqirib osh berishingizni, non berishingizni, ehson qilishingizni hech qizig'i yo'q. Azizlar, undan ko'ra tiriklik mahalda 2 ta non ko'tarib oldilariga kelib duolarni olishligingiz hamma narsadan yaxshiroq. Shuning uchun bugun biz otalar haqida gaplashar ekanmiz. Ota o'ta ulug' zot ekanligini e'tiboridan siz aziz farzandlar barchalaringiz otani hurmatini joyiga qo'yishingizni so'rab qolaman. Otangiz agar hayot bo'lsa, ularni ko'nglini olishga harakat qiling. Siz uchun jonini bergan bu ota qariganda qo'llarini asoga emas, sizni yelkangizga qo'ysin.
ko'zini nurini siz uchun yo'qotgan otangizni ko'ziga nur bo'ling. Siz uchun bellari bukilgan, sochlari oqargan otangizni bugun siz beliga quvvat bo'ling. Farzand otani qadriga tiriklik mahalda yetib, yuqorida aytilgan hadisga muvofiq jannat darvozasidan bo'lgan otani o'sha darvozasidan jannatga kirib olishni nasib qilish kerak. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu, Hazrat Umar radhiyallohu anhuning o'g'illari bir kuni cho'lda bir arobiyni ko'rib qoldilar. Yupun kiyingan arobiy edi. Uni olib uyga olib keldilar, mehmon qildilar, ustiga kiyimlar kiydirdilar, oziq-ovqatlar berdilar. Buni ko'rgan odamlar hayron bo'lib, "Ey ibn Umar radhiyallohu anhu, bu odam senga kim? Nima uchun bunchalik hurmat qilding? Bir arobiy sahroyi odam bo'lsa" dedi. Shunda Hazrat Umarning o'g'illari Abdulloh ibn Umar javob bergan ekanlar. "Bu odam mening otamning do'sti edi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganman. Ota-ona vafot etgandan keyin ularni do'stlariga yaxshilik qilish ota-onangga yaxshilik qilishning davomidir" degan ekanlar. Mana shuni eshitganman Rasululloh gaplarini dedilar. Ha azizlar, qarang, hattoki ota o'tib ketgandan keyin do'stini topib bo'lsa ham yaxshilik qilishlikka amr qilinyapti. Bugun agar otamiz olamdan o'tgan bo'lsa, ularni do'stlarini topaylik, ularni ziyorat qilaylik. Ba'zan otamizni ko'rgan odamni ko'rganda xursand bo'lib ketamiz. Xalqimizda bir ibora ishlatiladi. Bu kishi otamni ko'rganda deymiz. Ota ko'rgan odamni hurmat qilamiz, chunki u bizga tarix, otamizni eslatadi. Shuning uchun toki bugun iftorlik atrofida otasi bilan o'tirgan azizlarga bitta taklif beraymi? Turingda otangizni mahkam bag'ringizga quching. Hidlardan hidlab oling. Qo'llarini o'ping-da ko'zingizga surting. Bu ota sizni jannatingizni darvozasi. Ularni hurmat qiling. Alloh bugun iftorlik atrofida o'tirgan barcha otalarimizni salomat qilsin, umrlarini uzoq qilsin va albatta o'tib ketgan otalarimizni bugun duolarimiz bilan ruhlarini shod, yotgan joylarini ravzu rayhon, jannati naimlarga aylantirsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.